Xo'p, biza obzorga tayyorgarchilik ko'ryapmiz. Eronda ishlab chiqarilgan pech brendi ostida kruassanlar yetib keldi. 2 xil tam, 3 xil ko'rinish. Ya'ni birinchisi shokolad ta'mli, kremli, ikkinchisi yong'oq ta'mli va uchinchi ko'rinishi mana bunaqa fasolkada mahsulot. Ya'ni faqat mana bunaqa shokoladning ko'rinishidagi mahsulotdan, kruassandan ichida 6 ta dona bor. Xo'p, mana shokoladning kremli mahsulot ko'rinishi mana bunaqa korobkada bo'ladi. Mana bunaqa korobkada bo'ladi. Buni yonlarida yozilgan nima ta'mligi. Mashina ichida 24 ta kruassan bor, 24 ta. Yong'oqligida ham xuddi shunaqa. Fasobkalikni ichida mana bu kruassandan 6 ta bo'ladigan bo'lsa, fasobka mana korobkasini ichida 12 ta bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu fasobkadan korobkaning ichida 12 ta bo'ladi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deymiz. Qani yaqinroq keling-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu kruassanni yemabsiz, bu dunyoda kelmabsiz. Hamkorlar uchun qo'ng'iroq yozilgan nomerlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat. Hamkorlar uchun 78 kod bilan 380909